yer to'g'risida farmonga men qo'l qo'ydim. Endi yer berish man etiladi. Faqat sotiladi. Yana bir marta aytaman, auksion orqali yer sotiladi. Yer berilmaydi, yer sotiladi, ijaraga beriladi. Qonun hammasi o'sha yerda yozilgan. Shuning uchun parlament rahbarlariga ham bugun o'sha qonunni deputatlar ham odamlarga ochiq, oydin tushuntirib berish kerak. Bo'ldi, u zamon tugadi endi. Auksionga kirib sotib olsin, hech kimning qarshiligi yo'q. Halol pok bo'ladi. Hech qanday rayon hokimining qarori chiqish man etiladi. Viloyat hokimining qarori chiqadi. Hamma masalaga. Yer berishdan oldin o'rgatib, biz yerni haqiqiy egasiga, xalqqa bermoqchimiz. Bitta fermerda 70 gektar yer bor, misol uchun. Nimaga oldidagi 50 ta xonadonga 25 sotdan yer bermaymiz? Nimaga? Qani adolat? U bundan yaxshi, men bu yerni 2 barobar yaxshi qilaman deydi. Bo'ldi, unga 10 yilga beramiz. Agar hayotdan umidi bo'lib, bolamni boqaman degan odamga kam ta'minlangan, ishsiz yurgan, ishlayman deganlarga biz imkoniyat yaratyapmiz, yer beramiz.